mana bunaqangi liniyali qo'chqorlarni sizlarga chiqarib berishga harakat qilamiz. Mashalloh, obunachilar bunaqasi juda kamdan kam keladi. Shoshilinglar, xudo xolasa liniya. Eng qizig'i hammasi yetuk bo'g'oz aka. Naq bo'g'oz. Aka bugunga qanaqalardan endi? Aka, bugun bor boshqacha video bo'ladi. Bugunga liniyali qo'chqor, qo'zini narxida bo'g'oz, qo'zi qo'chqor, gigant qo'chqor olib kelganman aka. Zo'rlaridan. Bugun boshqacha video bo'ladi. Bittadan like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugun men qo'yib bergan narxda bozorda ham sotib olishamiz. Boshladingmi yo'qmasa? Boshladik aka. Voy mashalloh, akalar, bugun videoni oxirigacha ko'rib tomosha qilib turasizlar, xudo xolasa. Assalomu alaykum, kanalimiz ashaddiy obunachilari va bizni kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz. Hop, qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari hamda mana bunday toza-qonli arashan qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'idan arzonchilar, optimchilar hamda liniyali qo'ylar olib keladigan qishloqqa kelganmiz. Xudo xolasa, har doim kanalimizda qo'yning narxini chiroyli qilib chiqarib berayotgan akamiz, o'sha Husayn akamizni yangi qo'y fermalariga yetib keldik. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Kelib oldingizmi? Videoni boshida Hoji aka yaxshi niyatda bitta like bosib qo'ying. Bugun boshqacha video bo'ladi. Qaydagi yo'q videolarga ham bitta like bosib qo'yapsiz. Ozgina mehnatimiz qadrlab. Bitta like bosib qo'ying. Bo'lmasa bugunga liniyaliklaridan, ha? Bugunga liniyali qo'chqor olib kelganman aka. Hop, akalar, hafta kuniga payshanba 2025-yil 23-oktyabr. Xudo xolasa 23-oktyabr sanasida mana shu qo'chqorimiz sotuvga chiqadi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Bundan tashqari 2-3 partiyalarimizga qo'chqor, sovliq barcha qo'ylardan bor. Bo'g'oz deysizlarmi? Videoni oxirigacha ko'rsalaring bo'ldi. Hamma turdan chiqadi bugun aka. So'ynaga buni liniyalari bor. Liniyalari bor. Tanilgan. Hop, Qirg'iziston promoy korpusni bolasi. Promoy korpus 4 oyligida Qirg'izistondan olib o'tganmiz. Hop. Hozir qo'chqorimiz 9 oylik bo'ldi. Qo'zi mana aka. Hozir 9 oylik. Mana tishini hali kirmagan ham 9 oylik. 9 oyga to'ldi. To'lganiga 2 kun bo'ldi. 9 oyga to'lganiga 2 kun bo'ldi. O'zimiz boqib, tarbiyalab, qo'chqorni haqiqatdan ham obunachilar sizlarga mana oldilaridan ham ko'rsataman, qaranglar mana. Oldi ko'kraklari, yuz, garbanos, quloqlari. Eng qizig'i mana mana qaranglar. Obunachilar quloq joylashuvlari ham o'ta udar kelgan, xudo xolasa. Dumbalari ham o'ta kelishgan, oyoq kengliklari yaxshi. Mana dumbalar. Bir dumbasida nima desa bo'ladi? Bir xilga arashallarda dum chiqib qolyapti-yu, Husaynaga mana. Yo'q, bunda dum yo'q. Bunda unaqa dum yo'q. Bu toza narsasi toza. U dumi bor, toza bo'lmaydi. Ha. U dumi bor, toza bo'lmaydi. Mana bunda xudo xolasa hech bolasi yo'q. 100% eksterierga tushaveradi. Jonivor xudo xolasa hamma tomonlama. Qo'chqorimizning laqabi aka Udor. Laqabi Udor. Laqabi ham bor. Niyabichni. Laqabi Udor aka. Endi uni laqab demaymiz, obunachilar sizlar laqab desa masalan tushunmay qolishlaring mumkin. Kilichka deb gapiriladi. Xudo xolasa liniya korpus, kilichka Udor dedingiz-a? Ha. Kilichka Udor, xudo xolasa. Hop, quloqlari necha buni? O'lchab ko'rsatamiz video davomida. Bu o'lchaganman 20 oshiqroq. 20 plus. Yana bir o'lchab ko'rsatib. Yana bir o'lchab ko'rsatib, realni video davomida hamma yo'g'ini chiqarib beraman aka bugunga. Bitta gapi narxida. Narxini YouTube'da chiqarmayman aka. Video davomida aytmayman. Telefon qilinglar. Nomer qo'yiladi, qarab qo'yiladi, обязательно. Nomer qo'yiladi. Telefon qilinglar, aloqaga chiqaveringlar. Xudo xolasa yo'lida qilib qo'yib beramiz. Xudo xolasa qo'yib beradi. Lekin obunachilar mana qo'chqor haqiqatdan ham juda bo'lakcha narsa. Mana yuzlari, hamma tomonlama o'zlaring ko'rib turibsizlar. Buni kimdirlar masalan narxini aytilmaydi, lekin telefon qilib so'rab, narxi qimmat ekan deyish mumkin. Lekin bu qo'ydi akalar tushungan odam tillaga oladi. Kerak bo'lsa tushungan odam tillaga oladi. Aka video boshida o'zim aytib ketay. Qirg'izistonda qo'ziligida olib o'tganda ham qimmat pulga olib o'tganman o'zim. O'zingiz ham arzon. Mongaki aka nimaga aka liniyasi bor? Tilla, balchiqning ichida ham tilla aka. To'g'rimi? Hop, bir bo'yini metrlaylikchi qani? Aka, mana. Mana shunday. Kasiyanglar ham zo'r jonivorlar. To'xtab turing. 90 mi? 90. Xotirjam 90 ga olaverasizlar. 90 plus ham chiqadi. Prosta biz metr shunday oddiy qo'yib o'lchayapmiz. Hop, nariga metrda olib kelsalaring-a bir ko'rsatib qo'ysak.
Xudo xolasa so'ynaga buni bir o'lchab bo'lgandan keyin qo'yib yuborasiz, chiroyli qilib. Kalsovdan qo'yasizlar. Kalsov. Mana obunachilar 20 plus ham past. Xudo xolasa. 20 plus. Lekin uni garbonosiga borib o'ta ishqiboz bo'ldim. Ochiq gap ishqiboz bo'ldim. Dangal gap gapirish kerak. Qo'chqorni video davomida quloqlari hamma yo'qni o'lchab ko'rsatdim. Yurishlarini ham bitta chiroyli qilib video obzor qilib bering. Voy, mashalloh. Jonivorni qaranglar obunachilar. Bu tomonga o'tsin. Tozasidan, liniyasi boridan maza qilib boqaman degan obunachilarimizga o'zim ham tavsiya qilaman, lekin o'zim ham haqiqatdan ishqiboz bo'ldim. Jonivor. O'ta ham go'zalidan maza qilib boqib yuraman degan obunachilarga tavsiya qilib qolamiz. Jonivorni qaranglar. So'ynaga qo'ymay qo'ring, ana shunday turasiz aka. Mana. Voy mashalloh. Gap so'z yo'q. Haqiqiy like-ni bosib, obunani bosinglar. Mana shunaqangi toza qo'chqorlarni doim chiqarib berishlikka harakat qilamiz. Bo'lmasam sekin ikkinchi partiyalarni boshlayveramizmi aka? Qo'yaveringlar, timay qo'yinglar, mana shu yerda yurasin. Obunachilar bir tomosha qilib maza qilinglar. Olmasalaring ham maza qilib tomosha qilinglar mana. Mashalloh, o'ta go'zal. Aka bu qo'chqorlarimiz ishqibozi, Toshkentlik akalarimiz juda ko'p, Toshkentlarga juda ko'p sotishganmiz. Kim shuni narxini aytib qo'yaman? Yo'q, narxini aytmayman aka. Narxi Narx telefonda kelishamiz, xudo xolasa. Telefon qilsa, endi chiroyli qilib yo'lida qilib beramiz. bo'ldi, gap so'z yo'q. Lekin obunachilar qo'yimiz o'ta ham go'zal, udar jonivor. Telefon qilinglar, xudo xolasa narxini yaxshi qilib beradilar. Bundan keyingi bo'g'oz sovliq, qo'zi sovliqlar, boshqa qo'chqorlarimiz ham bor. Barchasidan bor. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Obunachilar, xudo xolasa ikkinchi partiyamizga ham sovliqni yaxshilar ekan, Husayn aka. 11 Jonivorlar. 11 ta chiqadi ikkinchi partiyamizga 10 ta sovliq, bir dona qo'chqori bor. 10 ta sovliq, bir dona qo'chqor. 3 oy 4 oy atrofida bo'g'oz hammasi. Endi to'xtab turing. Garantiyasi beriladi, xudo xolasa. Garantiyasi beriladi. Aka, bugun men chiqargan narxda bozorda ham sotib olishadi. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa obunachilar mana bular qorillarini tashab qolgan. Bu qo'chqor ekan. Qorillarini tashab qolgan, xudo xolasa yaxshi sovliqlar. Xo'p, Husayn aka, buni tas ma'lumotlarini olib narxini aytamiz, keyin barcha qolib ketganlarni aytaveramiz. Sovliqlarimiz 2 tish 4 tish. 2 tish 4 2 tish 4 tish hammasi aka. So'z isboti bilan deganda bir tishlarni ochaylik aka. Tanlamang, ushab ko'rsatavering. 2 tani baravar ushlab qo'ying. Mana 6 tish, 2 tish. Shuni ko'rsating, hop. Jonivor bu ham yaxshi qo'y ekan. Tumshug'oq, lekin bu ham 6 tish. Ikkita 6 tish chiqdi. Hop. Yana birorta ochib ko'rsatamizmi? Ha, ko'rsatamiz. Ko'rsating. Xolasa. To'rt tish. Bo'ldi, qo'yiladi, endi bo'g'oz qo'yiladi, qiynab har tomonga qo'ymaylik. Ikkita 3 ta bo'lmasa, qolgan hammasi 4 tish. Qolgan hammasi 4 tish. 4 tish, 2 tish. Bitta 6 tishi chiqadi. Oson yaxshi davomida. Oson yaxshidan. Aldansan yaxshiga aldan. Aldansan yaxshiga aldan. Joningiz sog' bo'lsin. Hop, endi bularni bo'ylarini nechiga beramiz, Husayn aka? 80 ga beramiz aka. Bo'ylari 80. Bunisini hisob kitobini olib 80 ga beraman. O'g'li qo'ylarim 90 plyus ham chiqadi. 90 plyus ham chiqadi. Lekin qo'ylar haqiqatdan ham juda ham kelishgan, yaxshi variantlardan. Xudo xolasa men olib, hop, nima desa bo'ladi, bir 4 yil, 5 yil bolasini olib yuraman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Qo'chqorimizni bir ushab ko'rsatamizmi qo'chqorni? Ha, qo'chqorga aka alohida narx qo'yaman. Qo'chqorga alohida narx qo'yiladi, albatta obunachilar o'zlaring ham bilasizlar. Qo'chqorimiz o'ta ham charsakan, ungacha biz sovliqlarni bir ko'rsatib turamiz. Obunachilar, lekin tavsiya qilaman, xudo xolasa olib maza qilib boqaman degan akalarimiz bo'lsa, telefon qilinglar, maza qilib boqadigan sovliqlar kelibdi. Bu yoqda qo'chqor, ha? Qo'chqor aka bu. Mana shu qo'chqor ichida yurgan, xudo xolasa narx bo'g'oz. Voy, mashalloh, dumbalarini qaranglar. Hop, Husayn aka, buni yoshi qanaqa? 2 tish. Yoshi 2 tish. Bo'ylari 90. Bo'ylari 90 plus. 7 ish sog'lomligiga garantiya hammasi. Garantiya beraman aka. Sovliq edi, qo'chqor edi, hammasiga garantiya. Hammasiga garantiya beraman aka. Hop, bo'ylari 90 plus dedingiz-a? Ha. Yoshlari 2 tish.
hamma tomonlama zo'r yetish sog'lomliklari zo'r. Endi Husayn aka buni hamma gap narxida videoni cho'zmasdan oldin aka sog'liqlar narxini kelishib qo'chqarni kelgan. Qo'chqarni keyin kelishamiz. Bunday ayta, hozir eshitib turing. Hoji tog'alarimiz ko'rishadi. Ayda-bayda masalan davlat ishida ishlaydigan akalarimiz ko'rishadi. Ular tas narxini eshitishadi, yo'qsa olishadi, yo'qmasa yo'q deyshadi. Xo'p, aka narxi bir tortarga bo'lsa 5 million so'mdan bir joyga bo'lsa ketdi. Nima? Bir o'zingizga o'xshab gapiringchi aka. Akam 5,5 million chiqyapti-yu boshqa kanallarda ko'rib turibsiz-ku. Chiqyapti, sizda arzon chiqishi. Men 200 ming, 300 ming boshqa kanallarni arzon qilib qo'yib beraman. Liboy kanalni solishtirib ko'raver. Qarab turing, sizda 500 ming, 500 ming arzon chiqsin. Ras arzon chiqsin, bo'ldi. 50 ming so'mdan degani uyaldim. 100 mingni o'tib beraman. 1 million 900 ming so'mdan bersin bir yerga, bir tortarga. Unda ham plus minusi bitta ikkita o'yinga plus minusi bor. Videoda 4 million mayli 4,5 dan demaymiz. 4 million 550 mingdan 10 dona sog'lig'ingizga qarab, 10 tasini bir joyga olishadi. 10 tasini bir joyga olishsa 4 million 900 ming so'mdan qilib beraman, lekin yaxshi narx bo'lyapti aka. Husayn aka, unaqa 4 million 900 demang mana. 4 million 500 boyli, mayda chudasi yo'q, mana uni yengil barakasini uzamiz desangiz 4 million 600 dan berishadi. Bo'pti, men ham 50 ming so'm o'tdim. 4 million 850 ming so'mdan qilib beringlar. Bir joyga bo'lsa tortdim hamma. Aka, unaqa 4 million 800 dan qimmat chiqaradigan bo'lsangiz, dangalga videoni chiqarmay qo'yamiz. Bo'pti, 4 million. Obunachilar haqiqiy Bo'pti, 4 million 800 ming so'mdan. Aka, xursandmisiz? Yo'q. 4 million 800 dan nima? 4 million 800. Yo'q, to'g'ri, qo'ylaringiz arziydi aka, gap so'z yo'q. Mana qo'ylarni ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Qo'ylaringiz arziydi-yu, lekin siz arzon chiqarishingiz kerak. Aka, bu qo'ylar bo'g'oz, bitta ertaga ichida yekazakchilari ham bo'lib qolishi mumkin. Bizga ham shunaqa sotishgan endi aka. Har xil-u. Misol bilib bo'lmaydi buni, aka. Husayn aka, lekin 4 million 800 mingdan demang buni. Bo'ladi, men qarab turing, so'ramayman, bo'ladiganini ayting, lekin 4 million 800 mingdan dangal gap obunachilarimiz olishmaydi. Hozir aytadigan narxingizdan ham telefon qilsa yana o'tib berasiz. Bu arzonchilik doim arzonchilik beraman, bo'pti. 4 million 750 ming so'mdan endi so'raman. 4 million 750 mingdan sotdim. Qarab turing, 4 million 700 mingdan mana yerda baraka qilamiz ikkovimiz. Telefon qilsa yana qarab turadimu hali. 4 million 700 dan deyapti aka. 4 million 750 ming aka. 4 million 700 dan baribir aka. Qarab turing, like bosib, otangga rahmat deb chiroyli qilib paddishka qilib qo'yishadi bo'ldi. Aka, bitta like bosib paddishka qilib 4 million 700 dan baribir aka. 4 million 700 ming so'mdan telefon qilib aloqaga chiqinglar. 10 dona bo'g'oz sog'liq, naq bo'g'oz. 10 donasi 7 bo'g'oz, hammasi aka. Bo'g'oz garantiyalari beriladi. Ana shu Qo'chqor bilan yurgan Qo'chqor narxini ham hozir kelishamiz. Xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, bo'lmasa biz Qo'chqorning narxini chiroyli qilib yoritib beramiz. Husayn aka, endi Qo'chqorning narxini gapiring. Endi to'xta. Mana sog'liqlari bor-ku. 4 million 700 dan mana yerda baraka qildik. Telefon qilsa chiroyli qilib o'tib berasiz o'rtoqlarimiz. Agar kelib ko'ramiz desa, lokatsiyaga tashlab beraman. Mana ko'ramiz. Kelib bemalol ustida qo'l tashlab ko'rib, onglab, yana hayrini qilib beraman. Joningiz sog' bo'lsin. Qo'chqorni necha pulga berasiz aka? Qo'chqorni, hoji aka, siz uchun hech kimga aytmang, 10 millionga beraman. Ana. Birov bilmas. Aka, buni chiroyli qilib borini gapiring aka. Yo, to'g'ri talash. 9,5 berishsin. Ketaveramiz. Mayda juda qilinmay, 9 ga berasiz. Mayda judasi yo'q. Bitta so'raladi bo'ldi. Sog'liqlarni hozir 9 million. Baribir aka. Sog'liqlarni olsalaring 9 millionga, lekin o'zini olsalaring 9 millionga ozgina qo'shib berasizlar. Sog'liqlar 4 million 700 ming so'mdan, hop Qo'chqorimiz 9 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqinglar, juda ham arzon bo'ldi. Bundan keyingi partiyalarimizga yaxshi to'qli sog'liqlarimizni chiqarib beramiz. Arashan qo'zni chiqarib beraman aka. Videoni orada o'tkazib bermasdan ko'rib turing, xudo xolasa narxini yo'lida qilib qo'yib beraman. Yo'lida qilib qo'yib berasiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar, bo'lmasa biz keyingi partiyalarimizni boshladik. Hurmatli obunachilar, bu 3-partiyamiz Husayn aka. 3-partiyamiz aka. 3-partiyamizga ham yana arashanlaridan, xudo xolasa arashanning yosh variantlaridan 9 oy 10 oylik atrofidagilardan olaman degan akalarimizga xudo xolasa mana jonivorlar. Xudo xolasa mo yaltirashini qaranglar, hamma tomonlama kelishgan, chiroyli, zo'ridan olaman. Eng qizig'i arashan bo'lsin, yarichka sog'liqlaridan bo'lsin degan akalarimizga mana tavsiya qilamiz. Xo'p, bularda Husayn aka yosh oyliklari qanaqa? 9-10 oy atrofidagi qo'zi hammasi. 9-10 oy atrofidagi qo'zi. Hammasi. Yerda ishchi sog'lomligi uda. 10 kun garantiya beraman aka. Bo'ylari 75 ga olish olsa, o 80lari ham bor aka. 80lari ham bor. Endi hisob-kitobini olib 75 ga olish olsa. Yo'qni to'sib turasiz Husayn aka. Mana shu yerda bir chiroyli azor qilaylik.
Mana jonivorlar. Xudo xolasa hamma tomonlama kelishgan, chiroylisini, yaxshisini olaman. Yetishsiz zo'r. Buni qo'ydi qara. Mashalloh. Haqiqiy zo'rlaridan va aka. Buni endi bir joyga narxini nech puldan deymiz? Soni nech bosh deydi? 6 bosh, ha? 6 dona aka. Bir joyga nech pul? Bir joyga bo'lsa 4 million 900 mingdan ketdi aka. 4 million 900 ming so'mdan aka. Xayri bor. Xayri bor. 44 dan, to'g'rimi? Yo'q, 44 dan qo'yib berarman jon akam. 4 million 400 mingdan mayda juda. Voy, Husayn aka, 100 mingni o'tib berdim bo'pti. 4 million 800 dan berilsin. siz nima shunday so'raganda tas 4 barbar aka million bermang. 700 dan. Yo'q, bunaqa 4,5 dan bo'pti. Yo'q, 4 million 700 dan oxir aka. Voy, mana mayda chudasi yo'q. 4 million 700 dan emas, 46 dan bo'ladi. Aka, Yo'q, bo'ldi, qarab turing, 1 so'm qo'shishmaydi, 46. Videoni cho'zmaylik aka. Sizlar ham 50 ming qo'shib men ham 50 ming o'tib ber. 46,5 dan bir tortarga ketdi. Yo'q, 46 dan aka. Yo'q, 46,5 dan bo'lsa qo'yib bera olmayman Bo'pti, aka. qarab turing. Telefon qilishadi, hayraga o'tib berasiz. 100 ming, 200 mingdan. Barbar aka. Obunachilar telefon qilib aloqaga chiqinglar, hayraga xudo xolasa dadil o'tib beriladi. Qo'ydi, xudo xolasa 3 tasini olaman yoki-da bittasini olaman. Kerak bo'lsa ash bittasini yarmidan bo'lib ham sotaverasiz. Sotaveraman. 3 tasini olganga nech pul? Zo'rini 3 ta odamga 4 million 700 dan berish bo'lishi. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa obunachilarni telefon qilib aloqaga Bir tortarga bo'lsa 4 million 650 ming so'm. Bundan keyinga qanaqalarini chiqaramiz? Bitta qo'chqorim bor. Zo'r. Velikanada. Katta, gigant qo'chqor kelgan. Xudo Shuni xolasa qo'yib beraman aka. obunachilar videoni so'ngigacha ko'rib turinglar, qo'chqorni o'ta injig'idan chiqadi. Mana obunachilar, xudo xolasa so'nggi partiyalarimizga yetib keldik. Har doim so'nggi partiyamizga kichik qo'yar edik Husayn akam bilan. Lekin bu safar o'zgarish qildik, Husayn aka. Qo'chqorni velikanidan qo'yiladi. Gigant kelgan. Gigant kelgan. Vabshim katta. Qo'yib ko'ryapsiz. O'ta arzon. Arzon. Arzonligi ham arzon, unaqa $2000 Yo'q, unaqa emas. Xudo xolasa yoshlarni aytaylik. Yoshlari ekitish, 7 ishda sog'lomligi bir hafta 10 kun. bir hafta 10 kun garantiyalari Buni bor. aka bitta bo'yini o'lchab ko'rsatdim. Dumbasida bir nima desa bu, dumi bor unaqa qo'ymas. Oyoq kengliklari вообще мощный. Oldi Kaptarmidi aka bu sizga dumi bo'lib buni. Oldi ko'kraklari. Endi Husayn aka chiqib qolyapti-da, qayerlarda. Ushlab turmi uni? Video qilyapmiz aka. 95 aka, hozir metrdim qilib ko'rinsa 93 ga o'xshab ko'rinyapti kamerada, lekin Aka, 95 chiqadi. 90 ga olishsin. 90 ga olishsin, Olishsin aka. bo'yiga talashilmaydi aka, puliga ozgina talashiladi xolos. Shuni ham bir ko'rsatib qo'ying aka. Mashalloh. Gap so'z yo'q. Mana jonivorlar, gap so'z yo'q. Zo'ridan qo'chqorni yaxshisidan olaman deganlar, mana telefon qilib aloqaga chiqinglar, xudo xolasa narxlarini ham chiroyli qilib qo'yib beramiz. Hamidulloh qo'ydi ushab turing, shogirdingizga ayting qo'ydi ushab tursin-da. Kuchang. Mana mashalloh. Mana bu yoqqa olib chiqa olasiz, ha? Qo'y haqiqatdan ham zo'r. Husayn aka, buni narxini ham gapirasizlarmi sizlar? Qo'ydi o'zi sotish niyati yo'qmi deyman-da. Videoning oxiri bo'lishi 12 million g'azni hayrini qilib beraman. 12 million. Barbar aka. Desam nima bo'ladi endi? Qancha kam qilib berasiz? 12 million g'azni o'tib beraman. 12 million g'azni o'tib beraman aka, telefon qilishaversin. Kami bor. Kami Telefon bor. qilganga xayri bor. Joningiz sog' bo'lsin. 12 millionga telefon qilib aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa qo'chqorni yaxshi kelishganidan zo'ridan olaman deganlarga tavsiya qilaman. Telefon qilsalaring, xudo xolasa 12 millionga o'tib beriladi. O'tib beraman, xudo xolasa. Telefon qilsalaring o'tib beriladi. Bugunga mana shu qo'ylar. Shu qo'ylar aka. Alloh hammani chorvasiga baraka bersin. Bugungi videolarimiz shular. Like bosib, obuna bo'lish esdan chiqib qolmasin. Qatorda bizni chorvalarimizga ham baraka bersin. Obunachilar, ketkizgan vaqtlaringga achinmaydigan video bo'ldi deb o'ylayman. Albatta ko'rib tomosha qilinglar. Xudo xolasa buning narxi ham arzon bo'ldi. Telefon qilib aloqaga chiqsalaring yaxshi narxlarda qilib yetkazib olib borib beradilar.